Siz bunaqasini aniq ko'rmagansiz. Oshxonada juda ko'pchilik opa-singillarimiz nerjaveka, skоворodka idish tovoqlarni, qozonlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Bularni lekin originalini ishlatishni biz har doim tavsiya qilamiz. Bu nerjaveka, skоворodka qozonlarimiz 1810 proba seriyadan ishlangan bo'lib, toza original hisoblanadi. Bularning hammasi bemalol gaz plita, olov, elektritskiy, induksion plitalarga ham qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bular magnetizatsiya ham bo'ladi. Endi bu pokoleniya seriyamizda pokritya ichiga ham berilgan, tashqi tomoniga ham berilgan yangi texnologiyada ishlangan pokrityamiz titan pokritya hisoblanadi. Bunda bemalol hamma turdagi jarkalarni ham qilib, oshdan tortib qozonga olibgacha bemalol tayyorlab ishlatsanglar bo'ladi. Bu komplektimizda skоворodkamiz, jarovnyamiz va 3 xil qozonimiz bor. Qozonlarimiz 2,5 litr, 8 litr va 13 litr hisoblanadi. 13 litrli qozonga bemalol 3 kilo osh damlasanglar bo'ladi. Jarovnyamiz 4,5 litr bo'ladi, diametri 28, skоворodkamiz 24 diametrli hisoblanadi. Qaranglar, tuxumni bemalol yog'siz pishirsanglar bo'ladi. Ishonasizlar shunga? Tekshirib ko'rish tavsiya qilaman. Xo'p, bu kastrulkalarimizda, ya'ni bu seriyamizda, titan pokritya seriyamizda bemalol hamma turdagi katta cho'mishlarni ishlatsanglar bo'ladi. Taxta, bambuk, silikon, plastik, temirgacha xohlaganingni ishlatsanglar bo'ladi. Ishlatishda qo'lda yuvish har doim tavsiya qilinadi. Life Smile sizlar uchun faqat yaxshi tinlanadi. Bizdan uzoqlashmanglar. Salomat bo'linglar.